大家好，欢迎同学们来到新疆共青团网上双语夜校，教你学汉语情景绘画，即学即用。我是你们的老师 Segila Asghar。今天我们要学习的是第9单元。Бүгін біздің үйренетініміз 9-cı qism. Avval bu qismdagi temasiga qarab baqsaq, Alimu去约会. Alim uchrashishga chiqadi ekan. 那么 Alim 他要去跟谁约会? Kim bilan uchrashadi? 去哪儿约会? Nega berib uchrashmoqchi? 那带着这些问题，我们来看一下我们的第9课。一样，在学习课文之前呢，我们要先学习生词。Avval немені үйренеміз? Ham сөзді үйренеміз. Онда болса, сөзлікке бір қарайлы. Біріншісі, 约会. 约会. Қандай yazımız? 一个绞丝旁，跟撇横折钩点。会деген хатчо，上面是一个人，下面是一个云。约会uchrashish. Бүгін менің бір uchrashishim бар desem，我今天有一个约会。我今天有一个约会. Yanıcı, mesela nege berip uchrashimiz desek，我们在哪儿约会？我们在哪儿约会？那么mesela birisi 你在干什么deb so'rasam mendan你在干什么? Ben dostum bilan uchrashyaptiman,或者说 dostum bilan birga o'tirgan desek， 我在和朋友约会。我在和朋友约会desek bo'ladi. 约会 uchrashish. Onda bo'lsa, ikkinchi so'z 同事。同事 qanday yazamiz? 竖横折钩，横一个口，那跟事就是事情的事，横跟竖横折横，横折横横竖钩。同деген o'xshash birga degan ma'noda. Shi degan ish. o'xshash birga ish qiladigan odamlar kim bo'ladi? Xizmatdosh bo'ladi. Shuning bilan 同事 degan bu so'zning ma'nosi xizmatdosh. Biz xizmatdosh desak, 我们是同事。我们是同事。bu yoq mening xizmatdoshim desak， 他是我的同事。他是我的同事。mening xizmatdoshlarimning hammasi bek yaxshi desam， 我的同事都特别好。masalan xarakteri yaxshi degan bo'lsak， 我的同事都特别好，性格特别开朗desak bo'ladi。同事 xizmatdosh。好 ，and keyingi so'z 快。一个竖心旁，anandagi横折横撇捺。快 degan bu xatni biz burun o'rgangan vaqtimizda ma'nosi nima edi? Tez shunaqo. 比如说 tezroq cheping desak 快跑, tezroq menging desak 快走. anandagi yana tezroq yeng desak 快吃 desak bo'ladi. 那么 bek tez bo'lib ketdi desak 太快了 degandek. 那么 bu darsda bu 快ning ma'nosi ma'lum bir ish bo'lay dedi degan vaqtimizda 快 desak bo'ladi. Masalan, darsdan tushay dedik desak 快下课了. 快下课了 desak bo'ladi. yoki bo'lmasa, 比如说 yomg'ir yog'ay dedi desak 快下雨了. 快下雨了 desak bo'ladi. yoki bo'lmasa to'liq qilib 快要 deb turib olsaqmi bo'ladi. 快要下雨了, 快要下课了. 还可以说什么呢? Masalan, men uyga kelay dedim. Men uyga kelay dedim desam, 我快到家了. 我快到家了 desak bo'ladi. 那么 undan boshqa masalan, telefonimning to'ki tugaydi deb qolgan bo'lsak nima deymiz? 我的手机快没电了. 我的手机快没电了 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 适应。适应。我们以前学过合适的bugunib bo'ldik. 合适的适 degan xatmi shunaqo. Ustida bir tal 1000 1000的千，然后下面是一个口，还能的给你一个走之地。那么应呢是应该的个应，一个广，还能的个点点撇横适应。ma'nosi moslashish. Yani ko'nish desakmi bo'ladi. 比如说 masalan yangi turmushingizga ko'ndingizmi desak,
你适应新生活了吗？你适应新生活了吗？Oliy mektep turmushiga ko'ndingizmi desek, 你适应大学生活了吗？你适应大学生活了吗？Ürümchininki mushu muhitiga ko'ndingizmi desek, 你适应乌鲁木齐的环境了吗？你适应乌鲁木齐的环境了吗？desek bo'ladi. 那么mundaq bir söz var. 我们改变不了别人，但是我们可以去适应。Biz boshqalarni o'zgartirmaymiz, lekin biz shu boshqalarga qandaq moslashib bersak bo'ladi va moslashib beralaymiz. 适应。好，那unda bo'lsa ketki so'z 觉得。上面是学习的学bilan o'xshash unda. 我 osti bir tal 见，见面的见。那么的是一个双人旁，然后是一个日，然后横横竖勾点，觉得his qilish degan ma'noda chiqadi. Andan keyin mushu o'ylagan vaqtimizda meningcha degan vaqtimizdami mushu 觉得 desak bo'ldi. Meningcha u bir yaxshi odam desak, 我觉得他是一个好人。我觉得他是一个好人 desek bo'ladi. Na mushu o'zimizniki ko'z qarshimizda so'zlab meningcha mundaq, meningcha andaq desek de 可以说我觉得怎么样. Meningcha bu kitob pek payzigan desek, 我觉得这本书非常好看。我觉得这本书非常好看 desek bo'ladi. 觉得 his qilishcha ningcha yoki bo'lmasa. Unda bo'lsa, keyingi so'zga qarab boqaylik. 东西 qanday yozamiz? 就是一个 sharq bilan g'arb shundoq 横撇折 aniki 竖勾点点西呢是横竖横折钩撇竖弯横东西 buni biz sharq g'arb deb o'rgangandik. 东西 deb mashina birinchi ton ikkilisi ya birinchi ton bo'lib chiqqan vaqtida bu so'zning ma'nosi sharq g'arb bo'lib ma'noda 东西 lekin mashina yenik ton qilib etib 东西 desak buningki ma'nosi narsa bo'lib ma'noda. Bu nima narsa desak 这是什么东西 这是什么东西 desak bo'ladi. 那么 bu narsa mening emas. 这个东西不是我的。这个东西不是我的。bu narsa kimlarning desak 这些东西是谁的？这些东西是谁的 desak bo'ladi. 东西 narsa. Andan 行 一个双人旁 andan keyin 横横竖勾. Bu 行 degan xatni nada ko'rib boqqandik? Yinhangdagi hangda ko'rgan. Demak bu xatningki ikki xil o'qilishi bor. Birisi shing, yana birisi hang. Hang degan chaqda bir qata degan ma'noni bildiradi, yana birisiga shu bankada yinhang deymiz. 那么在这个行的时候它的意思行bo'lgan vaqtida ma'nosi bo'ladi deganni bildirdi. Masalan, 明天我们能见面吗? Erta ko'rishsak bo'lamdi. 明天我们能见面吗? 行 bo'ladi. bo'ladi deganni bildirdi. 你行不行? 那就是 qila olamsiz, qila olmamsiz. 我行呢 那就是 men qila olayman. 好 qarshi tarafga bir taklif fikr bergan vaqtimizda mana qilsak bo'lamdi, 可以吗? 好吗? 行吗? degan vaqtimizda bo'ladi deb javob bersak, 好的 desak bo'ladi, 可以 desak bo'ladi, 行 desakmi bo'laveradi. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 天气 天 ugunib bo'ldik shunday hang撇那 气是一个 chiga o'xshab qoladi o'ng tarafiga. Lekin yana bir tal hang ortiq. 撇 hang anki 横折弯钩横弯钩没有折横弯钩。那么这个是气天气 ma'nosi hava. Bugun hava bek yaxshi desak 今天天气很好。今天天气很好 desak bo'ladi. Erta havo qandaqkan desak 明天天气怎么样？明天天气怎么样？ havo bek issiq. 天气太热了。havo sovuq, qilinroq kiying desak 天气冷
窗厚一点，天气冷，窗厚一点desek болады. 好, onda xusa keyingi so'z热横竖钩提一个提手旁 shunaqo anandagi meyeri 9ga o'xshaydi. yer sensovlyochbajodagi 9. 再加一个点 bartal cheket 下面是一个4点底啊热 ıssiq tamaq desek 热饭 那 tamaqni isitish desekmi 热饭 deymiz. U vaqtida o'xshamaydigan bo'lib ma'noda. Andan keyin 天气热 desek havo ıssiq. Andan keyin 这个房子里面太热了 uyning ichi pek ıssiq ekan. 房子里太热了 degandek 热 ıssiq degan ma'noni bildirdi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 要不deki 要 shunaqa ilaqa ilistiki 要 上面是一个西ga o'xshab qoladi. Anki aslida bir tal nü. Bu degan yoqdiki bu 要不 degan nima? Ya bo'lmasa. 那就是 qarshi tarafga bir gapni gap qilgan vaqtimizda, shu taklif fikr bergan vaqtimizda, masalan, ya bo'lmasa bunda qilamdiq, ya bo'lmasa anda qilamdiq degan vaqtimizda, ya bu deb asaq bo'ldi. Masalan, ya bo'lmasa biz birga boraylik, ya bu 我们一起去吧 要不我们一起去吧 yoki bo'lmasa siz o'ltirib turing, men chiqib tamoqqa kiray, biz birga yeylik degan bo'lsam, 要不你先坐一会儿，我去买饭，我们一起吃 desek bo'ladi. Ya bo'lmasa siz avval qaytib turing, men keyiningizdan boray desam, 要不你先回去，我后面就来 desekmi bo'ladi. 要不 yoki bo'lmasa deb qarshi tarafga taklif fikr beramiz. Andan keyingi so'z ding. 一个言字旁 andan keyin 横竖钩 shuning bilan tugaydi. Ding ma'nosi zakaz qilish. Masalan, uy zakaz qilgan bo'lsak, yotoq zakaz qilgan bo'lsak, ding fangjian. Kitob zakaz qilgan bo'lsak, ding shu. Nima masalan, cho'ngroq oshxonalarga berib shu tamoq yemoqchi bo'lsak, nima ish qilamiz? Ding桌子 我订了一张桌子，我们晚上一起去吃饭吧。Men bir jo'zida zakaz qilib qo'ydim. Biz birga berib tamoq yeylik. Ding zakaz qilish. Ha, mal zakaz qilganni ding huo desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa keyingi so'z 外卖 iliqi 多 degan xato 多少deki 多 ashning oldi bilan o'xshash shunaqo. Keyin 数点 卖是 sitish deki 卖对吧？横竖 是不是到 on 弯横钩？跟下面是一个头 bashdeki 头对吧？外卖 ma'nosi shu sirtdan akirilgan tamoqni 外卖 deymiz. Nima? Shu tamoq buyurtish sirtdan tamoq buyurtgan vaqtimizda ding 外卖 desak bo'ladi. 天天吃外卖对身体不好. Kunda sirtdan tamoq akildirib yesak salomatlikka foydasiz. Nima? 我喜欢吃外卖. Men sirtdan tamoq akildirib yeyishga amroq. Tamoq yeyishga xo'shaqmidi? Tamoq buyurtamdiq desak, 我不想做饭，或者是我懒得做饭，我们订外卖吧 desak bo'ladi. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 但是 这是一个非常重要的词, bunayda muhim bir so'z. Avval yezilishiga qarab baqsaq, 一个单人旁, keyin 竖横着横qilib 横 是就是是不是的一个是 shunaqo 一个日 一个横竖横撇 那 但是 ma'nosi lekin ammo biroq degan ma'noda. Siz nihoyatda yaxshi ekansiz, lekin bizning shirkatga kerakki boshqa odamlar. Masalan, sizningki kasbingiz mos kelmaydigan degandek. 你非常好 但是我们公司需要的是另外一些人. 我们需要的是其他的. yoki bo'lmasa shiqilib shu 但是 degandan keyin mandaq deb o'ylasak bo'ladi bu 但是ni. Eng go'zal so'zmi shu? Eng qo'rqinchli so'zmi shu? Nimishqa desak, oldida shunda maqtab etgan bo'lsam, 但是 degandan keyin bo'ldi. Oldidan kelmasa yo'q bo'ldi degan gap. Muhimi 但是ning keyindikisi. Nima
bu qo'rqinchli yeri. Yaxshi yeri nima desak, agarda oldida shunda tanqidlayotgan bo'lsam, keyniga tanshi debla olgan bo'lsam, demak keynida yaxshisi chiqadi degan gap. Bu bir burilish munosabatini so'zlaydi va lekin deblam. Hop, bu shu你成绩不好 sizningki natijangiz yaxshi emas. 但是很努力 lekin nihoyatda tirishchan. Hop, shuni bilan 但是 nim bo'ldi? Lekin degan ma'noni bildirdi va mening uyga ketkim kelyapti, lekin vaqtim yo'q, xizmatim bek aldirash. 我现在非常想回家，但是工作太忙了，我走不了。degan. 好，下面一个词下载。下载 to'g'ridan bir narsalarni tushunganni 下载 deymiz. Avval 下 ugunib bo'ldik-ku, 下横竖 degan. 载 deganimiz 横竖 横 qilib mega bir tal mashinadagi 车 shunaqa 车 anan degan 一个斜勾撇点 下载 ma'nosi tushirish. Nimani tushirish? To'g'ridan tushunganni 下载 deymiz. 比如说下载文章 maqola tushirish. 我下载了3篇文章. yoki bo'lmasa 我下载了一部电影, men bir kino tushadim desak bo'ladi. To'g'ridan tushunganni 下载. Odatda mushu 下载qilib beradi, 下载qilib beradi deydi-ku. Mushu 下载 deganimiz 就是这个下载. 好，下面一个词应用。应用。那么应用是一个应该的应 shunaqo o'xshash xil o'qilishi bor. 用是 ishlatishdagi 用 撇横折钩横横竖应用。那么应用ning ma'nosi qo'llanishchan. 比如说 qo'llanishchan yumshoq detal desak 应用软件 deymiz. 那么广泛应用 keng doirada qo'llangan. 比如说现在这个手机 telefon 对吧 yanfon 已经是广泛应用. 那么 mushu qandaq qilyapmiz? Hamma odamlar ishlatayotgan. Andan keyin 这个互联网得到了广泛的应用. Mushu internetmi qandaq mushu keng doirada qo'llanishga uzilinib bo'ldik. Shunaqa internetda. 好，这是这个应用应用 qo'llanishchan. 那么 astidagi so'z 软件 软件 ma'nosi yumshoq detal, yumshoq detal. 那么 men bir yumshoq detal tushadim desak 我下载了一个软件 软件. 那么 sizning kompyuteringizda Word 软件 bormi desak 那么你电脑里面有没有 Word 软件 desak bo'ladi. 软件 yumshoq detal. 好, unda bo'lsa keyingi so'z 非常 非常 intayin nihoyatda degan ma'noda chiqadi va yezilishi 竖横横横 竖横横横 anan degan 长呢是竖然后这是点撇qilib 撇横钩一个口 anan degan 竖横折钩竖非常 ma'nosi intayin 很deb o'rgandik-ku 特别deb o'rgandik. 那么 mushular bilan o'xshash 非常 Masalan, men nihoyatda yaxshi desam, 我非常好. Men sizni nihoyatda yaxshi ko'raman desam, 我非常喜欢你. Bu tort bek tamlikkan, nihoyatda tamlikkan desam, 这块蛋糕非常的好吃 desak bo'ladi. 今天外面非常的冷. Bugun sirt intayin sovuqkan desak bo'ladi. 非常 intayin. 我非常高兴. Men intayin xushal degandek. Ha, unda bo'lsa, keyingi so'z 比赛. 比赛. Bu nima? 比赛 qatlamasi. 比赛的比竖提横然后呢撇竖弯钩比赛是一个草字头 anan degan bir tal 耳朵的个耳 anan degan 一个铲点横然后点撇横撇铲赛比赛 pizza qatlamasi 我特别喜欢吃比赛 men pizza qatlamasi ishqibek amrak 我特别喜欢吃比赛 bu yerdagi pizza qatlamasi bek o'xshaydigan desak 这里的比赛非常好吃 这里的比赛非常好吃 desak bo'ldi. Men pizza qatlamasi qila olaman desam 我会做比赛 desak bo'ladi. Ha, unda bo'lsa eng oxirgi so'z 喜欢
喜欢. Bunun şu cümle tuzgan vaqtimda bu so'zni bakcha ishiltiman. 喜欢的 yaxshi ko'rish, yaxshi ko'rish degan ma'noda chiqadi. 上面是横竖横 anandagi 一个口 anandagi ikki tal cheket 横 下面又是一个口 欢 deganimiz yu degan xat anandagi 呢是一个欠撇横撇然后撇 那 喜欢 yaxshi ko'rish, yoqtirish degan ma'noda. Men sizni yaxshi ko'raman desam 我喜欢你 Andan keyin men shu adabiyotni yaxshi ko'raman desam 我喜欢语文 matematika bo'lsa 我喜欢数学 uningdan boshqa men naqsh tishishga amroq desak 我喜欢唱歌 usul o'ynashga amroq desak 我喜欢跳舞 sayohat qilishga amroq desam 我喜欢旅游 ishqilib nimaga amroq bo'lsangiz 我喜欢做什么什么什么 deb olsangiz bo'ladi. 好，这个是今天的生词. Hamda oxirida o'sha bugungi yangi so'zlarni biz qandaq bir o'qib olsak, unda o'sib boshildik. 约会约会同事同事快快适应适应觉得觉得东西东西行行天气天气热热要不要不订订外卖外卖但是但是下载下载应用应用软件软件非常非常比赛比赛喜欢喜欢好，那同学们今天我们的作业是把所有的生词一个抄2行然后选择其中的5个造句 Bugungi topshiriqimiz har bir so'zlikni 2 qo'rdan ko'chirib, ichidan 5 ni tanlab jumla tuzib olsak bo'ldi. Unda suyimli saboqdoshlar, 我们今天的课就先上到这里，我们下一期再见。